Studentning birgina qilgan noto'g'ri tanlovi uni 1 yil vaqtini, pulini hamda motivatsiyasini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Turkiyaga o'qishga ketmoqchisiz? Zo'r, lekin bir narsani yodda saqlang. Rejasiz ketayotganlar orzularga emas, muammolarga duch kelishyapti. Universitet tanlanmagan, hujjatlar tayyor emas, qabul sanalarini bilishmaydi. Natijada esa ko'pchilik talabalar stressga va chalkashlikka va yo'qotilgan vaqt bilan qaytib kelishadi. Hozir men sizlarga o'qishga topshirishni to'g'ri va noto'g'ri yo'llarini aytib beraman. Har xil o'z foydasini o'ylaydigan agentliklar bilan ishlash, haqiqatdan ham universitetlar bilan aloqasi bor agentliklar bilan ishlash. Universitetni tekshirmaslik. Haqiqatdan ham siz o'qimoqchi bo'lgan yo'nalishga ixtisoslashgan universitetmi? O'rtoqlarimdan qolib ketyapman deb shoshilib o'zingiz xohlamayotgan universitetga o'qishga topshirish bu xato. Balkim sizga boshqa universitet va boshqa shahar kerakdir. O'qishga borgandan so'ng hujjatlarga loqaydlik qilish. Student o'qishga uchib borgandan so'ng birinchi qiladigan o'sha hujjatlarini tayyorlash kerak va bunda sizga universitet yordam beradi. Chunki universitet sizga to'g'ri maslahatlar va to'g'ri qadam-qadam instruksiyani beradi. Izohlarda start so'zini yozib qoldiring va bizning jamoa siz bilan bog'lanib, sizga to'g'ri keladigan yo'lni ko'rsatadi.